Assalomu alaykum. Bilasizmi, YouTube kanalining aziz muxlisi. Bugun biz sizlar bilan insoniyat o'limiga eng ko'p sababchi bo'luvchi ofatlar haqida gaplashamiz. Bu urushlar emas yoki jangu jadal, qotillik emas. Bu atom bombasi halokati ham emas. Bu tabiatning ashaddiy qotillari. Siz tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Chivin dunyodagi eng ko'p odam o'limiga sabab bo'luvchi jonzot. Malyariya, dengu va boshqa kasalliklar tarqatadi. Yiliga 700 mingdan ortiq o'lim. Ilon, ayniqsa kobra, gadjuka va mamba turlari yiliga 100 mingdan ortiq odam zaharli ilon chaqishidan vafot etadi. Itlar quturish kasalligi, rabies tufayli yiliga 59 mingga yaqin o'lim, asosan Osiyo va Afrika qit'alarida. Timsohlar yiliga taxminan 1000 ta odamni o'ldiradi, ayniqsa Afrika va Avstraliyada. Duragay begemot Afrikadagi eng xavfli yirik hayvonlardan biri. Yiliga 500 ga yaqin insonlarning o'limiga sabab bo'ladi. Arslon Afrikada yiliga 100 ga yaqin odam o'limiga sababchi bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va video kengroq tarqalishi uchun bitta like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.